Assalomu alaykum. Obyektimizni kelganmiz, xudo xohlasa. Tashqari eshikni davor qilib qoplab berganmiz. Tashqari eshikni uyda egalari yangilashgan, boshqa eshik qo'yishgan. Tepasi ham baland ekan. E'tibor berib turgan bo'lsalar, eshik tepasiga davordan kesib, ko'tarib bittali nalishni tushiradigan qilib berdim. Keyin bu 20 santimetrlik davor ulangan. Uni stigi bor. Videoda ko'rinyaptimi? Stigi bor. Bitta mana stig. Tayini laminat temir eshikka yetib bormagan. Parok qo'yardi, nalishni kesib. Sizlar ham baho berasizlar. Keyin sanuzelda oldin bitta eshiklar bo'lgan, parogli bo'lgan ekan, uydagilar olib tashlab, o'zlari unaqa laminatni o'xshash rangidan olib, tabraskani olib, shunaqa qilib qo'yib yuborishdi. Malades. Ko'pchilikni bunaqa narsaga aqli yetmaydi. Sanuzel joyimiz kichkina bo'lgan, biz buni bolgarkada kesdik, kafel bilan ichkarisini kesib chiqdik yana. Panelni kafelni ikki tomonidan 3 santimetrdan oldik. Eski eshigi birinchi eshikda qo'yilgan bekka, eshik qo'ygandan keyin bular kafel qilib, kafeldan atkos qilib yuborgan. O'sha hisobiga bu korobkamiz boshqacha kattaroq bo'ldi. O'sha hisobiga sig'madi. Zamoklarimiz mexanический bo'lgan. Luft yo'q. Ichi quloqli, tashqari kalitli bo'ldi. Endi bu birinchi xonamiz. Davorli bo'lgan bular hammasi. Davor. Eshiklar rossiyskiy eshik, yengil kanatga eshik. Krashinli eshiklar bular. Keyin bu eshigimiz ham 4-eshik, joyi kichkina ekan, buni ham bir tomonidan kesib, devorni buzib tiqdik. Tepa tomoni aboy qoladigan bo'libdi. Aboy qolgan hisobiga eski eshikni buzishganda aboy yirtilib ketgan. Biz uni naqli kazirovga o'xshatib, naqli chiqarib berdik ipasini. Orqasiga shtapik qo'yib yubordik. Xudo xohlasa keyingi obyektga endi borib ishni boshlashdan oldin joyni bitta ko'rsatib video qilaman, keyin ishni boshlab tugatgandan keyin ko'rsataman. Assalomu alaykum.